Kimligimni bilasanmi? Yo'q, ammo sherif stol ortida o'tiribsiz. Demak, bu yerda oxirgi odam emassiz. To'g'ri gapirding. Men Wade Martinman. Shahar ham meniki. Meni ismim Hech. Kimligingni bilaman. O'g'limni do'pposlagan sayyohsan. Lekin men O'chir. sizni o'g'lingizmidi? Ovozingni o'chir dedim. Men ham bekorga aytmadim. Haligi O'g'ling yaramas bola. Ko'rinib turibdi. Shaharni meni otam qurgan va o'z qoidalari bo'lgan. Sayyohlarni har qanaqa vaziyatda kechiramiz. Sababini bilasanmi? Chunki ular bizni boqishadi. Ammo hozir o'g'ling Brady'midi, ha? ha, O'g'ling o'g'limni qo'lini jarohatlagan. sizni tushunaman. Yo'q. Albatta tushunaman. U uzr so'raydi. Ammo kamera yozuvlarini ko'ring. Yigitlardan biri qizimni urgan. Keyin men o'zimni tutib tura olmadim. O'rnimda siz nima qilardingiz? Hoziroq qo'yib yubor.